Prinsipiga keladigan bo'lsak, hammasi konteyner material. Mana bu tomda propili konteynerda. Mana bu chinasi tagidagi. Mana bu eshik bozlari, ponni. Abi silindrni palazi bolida ko'tarib o'rganmiz, bukilib ketganiga iqqa qo'yganmiz. O'zi bukilmasdi. Persebrasollar 5 tonna yuk ko'rdim deb ko'tarib to'kaveradi, olaveradi. Bo'yiga keladigan bo'lsak 330 persepimizda yana 180. Bunday 180. To'ral tomoni ham eshiklar ochiladi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlarimiz 15 diska balon. Mashinani kelib bo'yi cho'ra 5 kamerada. Dokumentlari bor. Perseptiki ham, traktorimizga ham bor dokumentlari. Güzel holatda.